Tövəndə dehqanlarga 2024-yillik Nobel iqtisod mukofotining sohiblaridan Daron Ajamoğlu bilan James Robinsonning Davlatlar, ya'ni millatlar nemish halok bo'ludi nomli dunyoviy asaridan uzluksiz tarjima. 7-bob 2-paragraf. Öksimas siyosiy to'qinishlar. Zamanlardan beri muasala hamda boyliqning taqsimlanishi to'g'riliq yuz beradigan to'qinishlar hech biri o'ksib qolmagan. Masalan, biz siyosiy to'qinishning qanday qilib qadimgi Rim va Vizantiyani tadrijiy taraqqiy qildirganligi, eng oxirida uning yuqori tabiqining foydasiga mengib, ularning huquqini mustahkamlashiga foydali bo'lganligini ko'rdik. İngilizlarning tariximi podshohlik va uning tabaliklari o'ttirisidagi huquq uchun bir-biri bilan ko'rishadigan o'xshamagan guruhlar o'ttirisidagi va hukmron tabiqi bilan avom fuqarolar o'ttirisidagi ziddiyatga to'lib kelgan. Bu to'qinishlarning natijasi har doimla hukmronlarning huquqini kuchaytirishiga foydali bo'lib ketmagan. 1215-yili Barolla, ya'ni podshohdan töven turadigan yuqori tabiqi qatlimi podshoh Jonga qarshi chiqib, uni Runnimidada Magna Cartaga, ya'ni buyuk nizom nomiga imzo qo'yishga majbur qilgan. Bu kitobning 122-betidagi 9-xaritiga qaralsin. Bu hujjat podshohning nopozga ko'rinarlik darajada xiris qila oladigan asosiy prinsiplarni vujudga keltirgan. Hamda muhim bu hujjat podshohning bojni oshirish ishida baronlar bilan kengashi haqida modda bekitgan. Hammadan da'atlashga sabab bo'lgani 61-modda bo'lib, uningda mundaq deyilgan. Baronlar o'z orzulari bo'yicha butun iqtidorini ishga solib, bizning asosiy nizom nomimizda belgilangan va muayyanlashtirilgan tinchlik va erkinlikni kuzatalaydigan ham saqlay oladigan baronlardan 25 kishini tanlaydi. Mahiyatidan aytganda, baronlar podshohning asosiy nizom nomining ruhi bo'yicha ish tutishini, ya'ni ijroiyatini kuchga ega qiladigan konsul yoki maslahatchilar o'magini qurib chiqishdi. Agar podshoh asosiy nizom nomining ro'yi bilan hukm surmasa, bu 25 baronning podshohlikdagi qal'alarni, yer zaminlarni va boshqa mulklarni toki ularning hukmlari va kirgizgan tuzitishlar kuchga ega bo'lguncha musodara qilish huquqi bor bo'lgan. Podshoh Jon buyuk asosiy nizom nomini yaxshi ko'rmagan edi. Baronlar tarqab ketishi bilan o popning kuchi bilan uni amaldan qoldirdi. Shundaqdimi, baronlarning siyosiy kuchi va buyuk asosiy nizom nomining ta'siri yo'qolmadi. Shuning bilan Angliya ko'p xil qarab tashlangan tunji qadamni ikkilanish ichida bosdi. Siyosiy muasalalar haqidagi to'qinish davomlashaverdi va 1265-yili tunji qitim saylam orqali barliq kelgan parlament tarafidan podshohlikning huquqiga chek qo'yildi. Rimdagi Plebian majlisi va bugungi saylam orqali vazifaga o'tiradigan parlament a'zolariga o'xshamaydigini, Angliyaning tunji parlament a'zolari feodal yer egillaridan knightsga, ya'ni baglarga va boy oqso'ngaklarga aylangan kishilar edi. Yuqori qatlam kishilardan tashkillanganligiga baxmay, bu tunji parlament mundaq ko'rinarli darajadagi ikki alaylikni shakllantirdi. Birinchisi, u podshoh bilan birdak maydonni saqlagan yuqori qatlam kishilari bilan emas, balki jamiyatning hamma sohalaridan yetishgan, bo'libmi savdo va sanoat sohasidan chiqqan kichik oqso'ngaklar va keyinchi yo'tkilishchan dehqonlarning javharlaridan tarkib topgan keng doiralik manfaat guruhining vakillarini o'z ichiga olgan. Shu vaqtning o'lchami bilan aytganda,
parlament jamiyatning keng tarmoqlarini huquqdor qilgan. Ikkinchidan, yuqoridagi birinchi adloylikning shakllanish natijasida parlamentning nurg'un a'zolari izchil turda podshohning huquqini kuchaytirishga qarshi turib kelgan bo'lib, Angliya ichki urushi va keyingi sharaflik inqilobda ular podshohlikqa qarshi asosiy kuch bo'lgan. Asosiy nizomnoma va saylam orqali tunji qitim barliq kelgan parlamentning bo'lganiga qaramay, podshohning huquqi va kimning podshoh bo'lishi haqidagi siyosiy to'qinish uzluksiz davom qildi. Yuqori qatlam kishilari o'rtasida ilib berilgan bu to'qinish Lancaster jamoati bilan York jamoati o'rtasidagi podshohlik taxti uchun ilib berilgan uzunga so'zilgan duelning atirgul urushiga aylanib ketishi bilan oyoqlashdi. Bu urushda g'alaba qozong'uvchilar Lancaster jamoatidagilar bo'lib, ularning podshoh nomzodi Henry Tudor bo'ldi va u 1485-yili Henry VII deb atilib taxtga o'tirdi. Shu vaqtda bir-biriga munosabatli ikki jarayon yuz berdi. Birinchisi Tudor yo'lga qo'yilgan siyosatlar tufaylidan siyosiy jihatda markazlashtirishning salmog'i oshdi. 1485-yildan keyin Henry VII oqso'nglarni qurolsizlantirdi. Ya'ni amaliyotda ularni qurollashtirish orqali markaziy hokimiyatning kuchini g'oyat zo'r shaklda oshirdi. Onun oğlu Henry VIII o'zining bosh vaziri Thomas Cromwellning qo'li orqali hukumatda inqilob qo'zg'adi. 1530-yillarda Cromwell bürokratik hokimiyatning to'ralmasini tunishtirdi. Shuning bilan hukumat faqatla podshohlikning xususiy organi emas, balki bir yurish uzun mazgil mavjud bo'lib turadigan ayrim muassasalarga aylanadi. Bu podshoh Henry VIIIning Katolik cherkovidan munosabatni uzishi va monastirlarni taqib etishi va cherkovlarning mol-mulk va ziminlarini musodir qilish bilan to'liqlandi. Cherkovni huquqsizlantirish hokimiyatni markazlashtirishning bir qismi bo'ldi. Davlat hokimiyat muassasalari, ya'ni apparatlarning markazlashishi hammani o'z ichiga oladigan siyosiy muassasalarning tunji qitim mumkinchilikka aylanganligidan derak beradi. Bu jarayonni boshlovchi Henry VII bo'lib, Henry VIII davlat muassasalarini markazlashtirib qolmasdan, balki yana keng doiralik siyosiy vakillikka bo'lgan talabni kuchaytirdi. Siyosiy markazlashish amaliyotda bir xil shakldagi mutlaqiyatchilikni keltirib chiqaradigan bo'lib, podshoh va uning hamrohlari jamiyatdagi boshqa kuchli guruhlarni yenjib tashlay oladi. Mana bu xuddi biz 3-bobda ko'rganimizdek, nimishqa davlatning siyosiy markazlashtirishiga qarshi turadigan kishilarning uzluksiz chiqib turadiganligining sabablarining biridir. Lekin bu o'qitichi kuchlarga selishtirganda, davlat muassasalarining markazlashtirilishi Tudor zamonisidagi Angliyadagiga o'xshash ko'p xillikning to'ralma shaklining dunyoga kelish talabini qo'zg'ay oladi. Baronlar va yerlik yuqori tabiiy kishilari siyosiy kuchning bargan sari markazlashtirilayotganligini va uni to'xtatishning ta'sirligini to'nib yetib, markazlashgan siyosiy huquqning qandoq yurgizilishi haqida o'zlarining ovozi bo'lishi lozimligini talab qiladi. 15-asrning oxiri va 16-asrdagi Angliyaga nisbatan bu deganlik, bu guruhning parlamentning podshohga va hokimiyatning kontrol qilinishiga qarshi qisman kuchning bo'lishi uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatishdan derak beradi. Shunga Tudor projekti, ya'ni Tudor qurilishi hammani o'z ichiga olgan muassasalarning bir turiga bo'lgan siyosiy markazlashtirishni qo'zg'ab qolmasdan, balki yana hammani o'z ichiga olgan muassasalarning boshqa turiga bo'lgan ko'p xillikqa vositalik yo'sinda to'p qo'shdi. Siyosiy muassasalardagi bu ilgirlashlar jamiyatning xarakterida yuz bergan boshqa muhim o'zgarishlarni ifodalandi. Bo'libmi hammadan gavdalik bo'lgani bir qator guruhlarning podshohlikqa va siyosiy huquqqa ega yuqori qatlamga talab qo'yish natijasidagi siyosiy to'qinishlarning kengayishi bo'ldi. 1381-yildagi Dehqonlar qo'zg'oloni. Mush kitobning 99-beti tilingan. Bu Dehqonlar qo'zg'oloni hal qilg'uch bo'lib,
Shundan keyin Angliyaning yuqori tabiqasi to'xtamay davomlashgan uzun muddatli qarshiliklarga uchrab keldi. Siyosiy huquq oddiy holda podshohdan zimindorlarga taqsimlanib qolmasdan, balki yana yuqori tabiqadan avam puhrog'ima taqsimlanib berildi. Bu o'zgarishlar bilan birlikda podshohning huquqiga bo'lgan cheklamaning kuchayishi mutlaqiyatchilikka qarshi turadigan kengri doiradagi birlik sabni maydonga keltirdi va ko'p xillikni yaqinlaydigan siyosiy muassasalarning barpo bo'lishining yo'lini soldi. Gerçi da'talash qilingan bo'lsa-mu, Tudor murosxo'rlik qilgan va davomlashtirgan siyosiy va iqtisodiy muassasalar aniqla talon-taroj xarakterli edi. 1603-yili Henry VIII qizi bo'lgan ham 1558-yili Angliya podshohligining taxtiga chiqqan hech farzand yuzi ko'rmagan Elizabeth bir qazo qildi. Tudor hokimiyatining o'rniga Stuart sulolasi almashdi. Stuartlardan bo'lgan tunji podshoh James I hokimiyat apparatlarga varis qilib qolmasdan yana bular tufayli paydo bo'lgan ziddiyatlarga duch keldi. U mutlaqiyatchi podshoh bo'lishni bak xohlaydi. Garchi davlat hokimiyati xeyli markazlashgan, ijtimoiy o'zgarish jamiyatdagi huquqni qayta taqsim qilgan, ammo siyosiy muassasalar ko'p xillashmagan edi. Iqtisodiy jihatdan olganda talon-taroj xarakterli muassasalar o'zlarini William Lee'ning kashfiyotiga qarshi holatda namoyon qilib qolmay, balki yana texmi ko'p monopoliya shakllarida gavdalandi. 1601-yili bularning tizimlik parlamenti o'qib o'tilganda bir parlament a'zosi masxaralik ohangda ularda bolk yo'qmidi deb so'ragan. 1621-yili monopol qilingan narsalardan 700 bor bo'lgan bo'lib, ingliz tarixshunosi Christopher Hill mundaq yozgan. Biroq monopol qish kesaklari va darizalari ham monopol aynaklari bilan yasalgan, monopol ko'miri bilan monopol to'mirda yasalgan o'choqda isitiladigan, ya'ni Irlandiyada monopol o'tinlari uyda yashaydi. U o'zini monopol so'ponlari bilan yuydi, kiyimlarini monopol parashut bilan oqartidi, u monopol yip raxtlaridan kiyim kiydi, monopol ko'nxo'rim va monopol oltin zibzinnatlar bilan yasanadi. Onun kiyimlari monopol kameri, monopol tugmasi, monopol yengisi bilan bitadi. Ular monopol bo'yiqida rangi kirgiziladi. O monopol erimchiligi, monopol uzumlari, monopol islangan beliq, monopol salmon beliqi va monopol lobsterni yeydi. Onun tamoqlariga monopol tuzi, monopol qaramachi, monopol ochiq suvi bilan ta'm kirgiziladi. O monopol qalami bilan monopol qog'ozining ustiga yozadi. Monopol shamlarining yo'rig'ida monopol qilingan basmaxonlarda besilgan kitoblarni monopol qilingan ko'zoynaklarning yordami bilan o'qiydi. Bu monopolliklar va buningdan boshqa nurg'unlari shaxslarga yoki guruhlarga nurg'un tovarlarni ishlab chiqarishning xos huquqini bergan bo'lib, bu ahvol iqtisodiy gullanishda zarur bo'lgan talantning o'z o'rnini tepishga to'sqinlik qilgan. Podshoh James I va uning o'g'li Charles I podshohlikni mustahkamlash, parlamentni ojizlashtirish hamda Ispaniya va Fransiyada qurilganga o'xshash mutlaqiyatchi muassasalarni qurib chiqib, o'zlarining va yuqori qatlamning iqtisodni kontrol qilishi orqali muassasalarni texmi ko'p talon-taroj xarakteriga ega qilishni niyatida bo'lishgan. James I bilan parlamentning o'tirisidagi to'qinish 1620-yillarda portildi. Bu to'qinishda yadrolik bo'g'ini tashqi savdo va Angliyaga tava orollardagi savdoni kontrol qilish masalasi edi. Podshohning monopoliya huquqlarini xohlagan kishiga berish kuchi davlatning xazinasi uchun muhim manba bo'lib, buningdan asosligi muhim kirim manbasi bo'lib, buningdan asosligi podshohning qo'llovchilari mahrum bo'lib kelgan. Bu xil talon-taroj xarakterli muassasalarning boshqalarning bozorga ketilishini to'sishi va bozorning funksiyalarini cheklashining iqtisodiy faoliyatlarga hamda parlamentdagi nurg'un a'zolarning manfaatiga ziyonli bo'lishi hargiz hayron qolarlik emas albatta. 1623-yili parlament podshoh James Ining mamlakat ichida yangi monopoliya paydo qilish kuchini cheklaydigan monopoliya qonuni, ya'ni imtiyoznoma qonunini ma'qullash orqali ko'rinarli g'alabaga musharraf bo'ldi.
Lekin parlamentning nufuzi xalqaro ishlarga ta'sir ko'rsatishga yetmaganligi sababli podshoh James I yanla xalqaro tashqi savdo aloqalar monopoliyani berish huquqiga ega edi. Shuning bilan mavjud monopoliyalar xalqaro va boshqa yanla o'z petish qilaverdi. Parlament yig'inlari doimli ishilib turmadi. Parlament yig'inining ichilishi uchun podshoh chaqiriq qilish kerak edi. Buyuk nizomnoma e'lon qilingandan keyin shakllangan qoida shu bo'ldiki, hokimiyat yangi boj tuzumini yo'l qo'yishga ma'qullik qilish uchun podshohning parlament yig'inini chaqirishini talab qilish bo'ldi. Charles I 1625-yilda taxtga chiqdi va 1629-yildan keyin parlament yig'inini o'tkazishni rad qildi. Va podshoh James Ining texmi puxta bo'lgan mutlaqiyatchi hokimiyat barpo qilish tirishchanliklarini jiddiylashtirdi. U kishilarni podshohga qarz berib turishga majburlaydigan majburiy qarz siyosatini yo'l qo'ydi. Podshoh qarzining shartlarini o'z oldiga o'zgartdi va hatto qarzlarni to'lashni rad qildi. U monopoliya qonuni, ya'ni imtiyoznoma qonuni uning qoldirib qo'ygan yo'chiqdan foydalanib xalqaro savdoga munosabatli monopoliyalarni paydo qildi va sotdi. U yana sotning mustaqilligining yo'lini qezib, qonuniy da'volarning natijasiga aralashishga urindi. U yana fuqarolarga nurg'un jarimani va boj soliqlarni soldi. Bularning ichida eng qo'zg'ini parxod puli deb ataladigan bo'lib, u 1634-yili yo'l qo'ygan dengiz yoqasidagi noyi aymoqlarning podshohlik dengiz armiyasini qo'llash uchun to'laydigan boj edi. U bu bojni 1635-yili ichki quruqlikdagi noyi aymoqlarning to'lashi uchun kengaytdi. Parxod puli beji 1640-yilgacha har yili avomga to'lam subsidiya silindi. Charles'ning bargan sürü küçüyotgan mutlaqiyatchi harakatlari va talon-tarojlik siyosatlari, xarakterlik siyosatlari uchun podshohlik miqyosida uning bo'lgan o'chmanlik va qarshiliklar qo'zg'aldi. 1640-yili u Shotlandiya bilan bo'lgan to'qnashuvga duch keldi va oldingi sapga sog'idak Raurus askeriy kuch to'plashga puli bo'lmaganlikdan parlamentni to'plab xalqning texnik ko'p boj olish uchun ijozat olishga majbur qoldi. Faqat 3 haftalik ishga kirishgan bu parlament atalmış qisqa parlament deb ataldi. Londonga yig'ilgan parlament a'zolari boj haqida to'xtashni rad qildi va aksicha o'zlarining qo'saq ko'piklarini dard shikoyatlarini bayon qilishdi. Shuning bilan Charles parlamentni tarqatib etdi. Shotlandiyaliklar Charlesning keynida xalq omisining turmaydiganligini to'nib yetib, darhol Angliyaga tajovuz qildi va Newcastle'ni ishg'ol qildi. Charles sulhini boshladi. Shotlandiyaliklar parlamentning aralashishini talab qildi. Shuning bilan Charles parlamentni to'plashga majbur qildi. Bu parlament uzun muddatli parlament deb tanildi, chunki u 1648-yilga qadar vazifa o'tdi. Va hatto Charles parlamentning tarqalib ketishini talab qilgandimi, ular podshohning talabini rad qildi. 1642-yili Charles bilan parlamentning o'rtasida ichki urush portildi. Gerçi parlamentda podshohga yon bosilgan nurg'un a'zolar bo'lgan bo'lsa, to'qnashlarning andisi siyosiy va iqtisodiy muasalalar ustidagi kurashni aks ettirdi. Parlament mutlaqiyatchi siyosiy muasalalarni oxirlashtirishni o'ylaydi. Podshoh bo'lsa ularni kuchaytirishni orzu qiladi. Bu to'qnashlarning yiltisi iqtisod edi. Nurg'unlar podshohni qo'llashdi, chunki ular podshohdan o'zlariga naf yetadigan monopoliyaga erishgan edi. Masalan, Shrewsbury va Oswestry'dagi boy va kuchli savdogarlar yerlik monopoliyani kontrol qiluvchilar bo'lib, podshoh ularni London savdogarlarining raqobatini qo'g'daydi. Bu savdogarlar Charles Ining tarafini tutdi. Qarshi tarafda Birmingham atrofida metallurgiya sanoati gullangan. Chunki bu sohada monopoliya ojizroq bo'lib, bu sanoatga yangidan qo'shiluvchilardan mamlakatning boshqa yerda talab qilinganidek 7 yil shogirdlikda turishi talab qilinmaydi. Ichki urush vaqtida ular qilich ishlab chiqarishdi va parlamentning tarafini tutadigan fidoilarni yetishtirib chiqishdi. O'xshashlar Lancashire nahiyasida kiyim-kechak ishlab chiqarishga nisbatan nazorat bo'sh bo'lganlikdan 1640-yildan ilgari yangi shakldagi bir xil yenik kiyimlarni ishlab chiqarishni taraqqiy qildirishga yo'l qo'ydi. Lancashire'dagi bu kiyimlarni ishlab chiqarish markazlashgan rayondagilar parlamentni qo'llashdi. Oliver Cromwellning rahbarligidagi parlament, ya'ni
çaşları başqacha bo'lsin da aldırıb ötülüb round hand, yəni çember başlar deb atalğanlar, cavalieres deb tonulğan padişah tərəflərini məğlub qıldı. Charles sotqa tartıldı və 1649 yılı qətl qılındı. Amma Charles'ın məğlubiyyəti və onun padişahlığının əməldən qaldırılışı həmmini öz içigə aladigan müəssisələrini barlıq keltirəlmədi. Əksicə onun padişahlığının ornunu Oliver Cromwell'ın diktatorluğa dəstidi. Cromwell'ın ölüşü bilən 1660 yılı padişahlıq yana əslə keltirildi və 1649 yılı ilib taşlanğan imtiyazlarını astasına əsli keltirdi. Charles'ın oğlu Charles II Angliyada mutlaqiyetlikni terildiriş məqsədində bəzi siyasətlərini yol qoydu. Bu urinishla Charles 1685 yıl ölgəndən keyin onun ordan taxtga chiqqan inisi James II tərəfindən ciddi ravishda ilib berildi. James'ın mutlaqiyetçilikni terildirish urinishi 1688 yılı yana bir krizis və yana bir ichki urushni keltirib chiqardi. Bu qatam parlament texmo ittifoqlashdi və tashkillandi. Ular Gollandiyaning bosh hokimi Orangelik William və onun ayoli həm James'ning protestant qizi Mary'ni James'ning o'rniga taxtga o'ltirish taklif qildi. William taxtda o'ltirib hukmronlik yurgizish uchun armiya boshlab keladigan parlamentning tələbi bo'yicha mutlaqiyatchi podshoh emas, balki asosiy qonun asosida podshoh bo'lmoqchi bo'ldi. William Angliya arlı bo'lgan divondagi Brix hamga yetib kelib quruqliq chiqib 2 oy vaqtdan keyin James'ning armiyasi parchalandi va James Fransiyaga qochdi.